Assalomu alaykum. Qadrli futbol muxlislari, salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Meni bir savol o'ylantirib qoldi. Italiyaning Milan jamoasi bu yil, ya'ni kelasi mavsumda Chempionlar Ligasida qatnasha oladimi? Ha, qatnasha olishi mumkin, faqat 3 ta faktorda Milan g'alaba qozonishi kerak. Birinchisi, qolgan Italiya seriyasining 9 turini muntazam ravishda g'alabaga erishish kerak, ya'ni yutish kerak jamoalarni. Ikkinchisi, Juventus, Roma, Lazio, Bologna, Fiorentina jamoalari muntazam ravishda ochko yo'qotish kerak va uchinchisi, qandaydir bir mo'jizalar yuz berishi mumkin. Ana o'shandagina Milan jamoasi Chempionlar Ligasiga yo'llanma olishi mumkin. Hozircha shunaqa.